Kuxna mebelasi berganmiz. Buni narxi $600 bo'lgan. Buni obzorni sizlar bilan ko'rib chiqamiz. Yuqori qismlari yog'och rangda, tegi qismi serovat rang, stolitsani qora qilib berganmiz. Simistil moykalari bilan ichiga kirib ketgan. Xo'p, yuqori qismiga keladigan bo'lsa, yuqori qismida bittadan polka qo'yib berganmiz. Ikkinchi qismimizga sushulka ust qismida akkuratli polka qilib berganmiz. Buni afzalli tomoni ham bez ruchka varianti ochsa bo'ladi, ham ruchka qo'yib berganmiz. Ikki xil variant ochiladi. Strelkaga joy tashlab ketganmiz. Bu yoqdan tortma mexanizm qo'yib berganmiz. Har birini ko'rsanglar yumshoq ishlaydi. Xudo xolisa Avstriya firmaniki. Xo'p, bu yoq qismimizda polka bo'lish kerak edi. Hozir yo'q, qo'yib beramiz. Üst qismiga kelsa, ikkitadan polka bu qismida, bu qismlarda bittadan polka qilib berganmiz. Qora xidek bo'ladi hamisha orqa qismida. Gazlariga ham ko'rgan bo'lsangiz, akkuratlik qilib ko'tarib berganmiz. Vichkaning ust qismida mana teshib tayyorlab qo'yganmiz. Rezitkalarni ham e'tibor berib qo'yasiz. Xo'p, bu yoq qismimizda bittadan polka qilib berganmiz. Endi sal kattaroq bo'lishining sababi bu yerda yog' qo'yishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shuning uchun kattaroq joy qo'yganmiz. Tegi qismlarni ham ko'rsatib o'tasiz. Xo'p, akkuratlik qilib joylashtirib berganmiz.